Tanimayman sizni, kimsiz? Javobgarligi bor. Har bir ishda javobgarligi bor Temur. Unaqa jinni bo'lib qolishimda yo'q. Unaqa jinni bo'lib qolishimda yo'q. Ana bo'lmasa. Jinni bo'lib qolishimda yo'q. Biz tanishmizmi? Hayron. Biz tanish bo'laylik, siz bilan biz tanishib bo'laylik. Eski qadrdonlarimiz Temur boring, boshingizni qattiq uring devorga. Boshingizni qattiq devorga uring, eslaysiz meni. Boshingiz yorilib ketsin-da, keyin eslaysiz. O'shanda ham yorilib ketmasdan eslamasangiz, keyin mayli deyman, bo'pti deyman. Blokka tiqaman shekilli, tiqing. Qarz qiyomatgacha. Voy Muzaffar aka. Ondan qarigunimcha tashlaysizmi 1700 tani? 80 ga kirganimda tashlaysizmi? Unaqa bo'lsa bir 100 ga deb deb yozib qo'yaman bo'lmasa. Yo'q, ko'rishganmisiz u bola bilan? Yo'q, ko'rishmaganmiz. Hazillashyapman. Men hech kim bilan ko'rishmaganman, sevishmaganman, haloyiq. Balkonga aytyapman. Ha, balkonga aytyapsizmi? Ularga aytmay, ular ham qiyomatga qoldirib qo'yishadi keyin. Bahodir aka, assalomu alaykum. Ular ham qiyomatga qoldirib qo'yishadi keyin. Va'da berganlarga, ha. Da, deyishibdi. Ana. Abdullahat 900 tani qiyomatga uraman deb tamiz ofs. Aslo rozi emasman. Begizod qalaysiz? Sabr, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Tamiz ofs Temur. Temur bugun tushimga kirib qolibsiz, ishoning. Bugun tushimga kirib qolibsiz. 35 ming bering siz tamiz ofs. Siz 900 dan bermasiz, 35 ming beraman keyin. Tushimda e'lonlarda o'qiyatsam, bitta to'rt shunaqa miktagi bola menga xotin kerak. Yana homilador bo'lsin, yaqinda tug'adigan bo'lsin deb yozib qo'yibdi. Yo'q, deyapman. Bu Temur uylanganman dedi, yaqinda farzandli bo'laman dedi. Nimaga bunaqa e'lon yozdi ekan dedim. Jinni tush ko'ribman shunaqa. Bu bola jinni bo'lib qolibdi. Salom, xayrli kun, qalaysiz? Yaxshiman, rahmat. Xudoga shukr. Ufadan salomlar, Farg'onaning go'zaliga. Salom sizga ham. Ufa, Rossiyadamisiz? Iya. Ahlan tush ko'ribman. Jek. Meni xotinim bor, bilasiz, o'sha ham tushimda ko'rdim, maylimi? Ashna e'lon bergan ekansiz. Bu dedim. Sovchilarga kiraverib tushlarimga kirgan. Sovchilarga kiraverib tushimda ko'radigan bo'lib qolibman shekilli. Ikkinchisiga uylansammikan? Yo'q, sizga kim tegadi ya? Shundoq pishiq odamga ahmoqmi? Bahaka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, Farg'onadan Rossiyaga kelganman. Bir hafta bo'ldi. Ha, yaxshidir. Yaxshida. Hozir ikkinchi xotinlikka ham. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshiman, rahmat. Boylar pishiq bo'ladi. To'g'ri, Menisiyo, qalaysiz? Siz Farg'onadanmi? Ha, Farg'onadan. Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. O'zingiz bolalar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Aka, jumayamlaysizmi? Hammalaring. Qalaysiz, Menisiyo? Yurakcha, xush kelibsiz. Kamol. Hozir ham Farg'onadamisiz yo Rustammi? Farg'onada. Qalaysiz? Yaxshimi? O'zingiz qalaysiz? Zo'rmi? Zo'r, rahmat. Bo'ladi. Sultonov. Nima gaplar? Tinch o'tiribmiz. O'zingizda nima gap? Somiddin aka, assalomu alaykum.
O'zlaringda nima gaplar? Farg'onani qayeridan o'zidan semiz senga o'g'ri bermadiysa bu yerdan kelib terib yeb ketdi-yu. Kelib terib yeb ketdi-ku 911 xush kelibsiz. O'g'rik aka, assalomu alaykum. Hammalar jumayomlaring bilan yaxshimisizlar? Qozoqmi? Qiston ketobman, kirdi chiqdiga ketyapman. Ha, tushunarli. Men ham Fardan debdilar, ha. Bitta joydan ekanmiz. Iloyim yo'lingiz bexatar bo'lsin, Melisio. Yaxshi borib kelin ko'rishsak bo'larkan, qaranglar. Shahzoda opa ko'rinmayapti-yu. Shahzoda kirmaydi endi, bo'ldi. Kirmas ekan endi. Musa aka. Musa aka. Omad, mayli sizga ham omad. Muz qaymog'i yegani boramiz. Rahmat. Muz qaymog'i kecha kuni bitta akam pul tashlab bergan. Maza qilib yeb kelganmiz. Charoz birortasi muz qaymoqqa chaqirsa chiqmang. Ne, o'zingiz chiqib yeb keling deb pul tashlab berib yeb kelganmiz. Salom, qayerdansiz? Farg'onadan. Assalomu alaykum go'zal qiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Daydi, qalaysiz? Yaxshimisiz? Musulmon, xush kelibsiz. Jumaya muborak bo'lsin, rahmat birgalikda bo'lsin, hammalaringga muborak bo'lsin. Shams, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, sog'lig'ingiz yaxshimi? Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Chiroyli ekansizmi? Charosizmi? Ismim Charos. Ko'rishib yegan boshqa bugun zo'r pagoda bo'lyapti. Yo, bizga yoqmaydi unaqa ko'rishib yeyishlar. Biz o'zimiz yolg'iz yesak maza qilamiz. Opajonim, qalaysiz? Yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat Musa aka. Ha, ismingiz ham chiroyli ekan, rahmat. Balkon planga e'tibor beramiz. Faqat planga e'tibor qilamiz. Andijonli baliqchidan debdilar. Ha, yaxshida. Jismingizga mos ekan. Siz andijonli bo'lsangiz kelin, o'zi faqat andijonliklar kelishadi. Go'zal opam deyishibdi. O'qdi. Baliqchidanmisiz? Yo'q. Farg'onadanmi? Farg'onadan. Ha, kecha qolib ketibdi-ku Nozima opanikida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu taning opa. Men bu taning opa. Bu nima degan Marg'ilondanmi? Farg'ona. Mana qo'shni opasiga o'xshaydi, qo'shnim opasiga o'xshar ekansiz. Yaxshi-ku. Odamga o'xshatdi. Qandaysiz, qora ko'z? Yaxshimi? Rahmat. Yaxshiman. Hozirjon xush kelibsiz. Nima gap? Charosxonim tinch yuribmiz. Jonibek. Jonibekmi? Ha, Jonibek, qalaysiz? Ishlar bo'lyaptimi? Yaxshimisiz? Yaxshi opa, rahmat. Yaxshi bo'ling. Shahruza qani? Voy, chaqirib menga. Bir odamning 7 xil qiyofadoshi bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Juda ko'p ko'raman mana shu o'xshash odamlarni. Odamga o'xshaydi-da. Rossiyaga ketyapman opa ertaga. Ha, yaxshi bo'pti, omadingiz bersin. Omadingiz bersin.